Sizlar eng ko'p so'ragan bor yo'g'i 1 soatda 1 list barakali Napoleon tayinlashib, bittagina shu videoni oxirigacha ko'rib o'rganib olishingiz mumkin. Avval bittagina like bosib qo'ying, keyin esa ishga kirishamiz. Sifatli muzdekkina margarin hamda unni urvoqlab olasiz. Muzdek suvga tuxum solib, margarinli massaga qo'shib, yengil harakatlar bilan xamir tayyorlaymiz. Xamiri aslo mushlanmaydi. 8 ga bo'lib, birinma-ketin xuddi videoda ko'rsatilgandek ochamiz va konvert qilib yopamiz. Atiga 10 minut tinadi, shuni o'zi yetadi. List razmeridan kattaroq qilib ochasiz. Shunda pishganda Napoleon go'shtlaringiz hech qanaqasiga kirishib, kichkina bo'lib qolmasdan chiqadi. Krem uchun yumshoqqina saryog' va molokoni yaxshilab mikser qilinadi. Hamma narsalaringiz tayyor. Bu orada vaqt har doimgidek unumli foydalanib, oshxonangizdagi idishlaringizni, kirlari, shunaqa chirklarini Germaniya mahsuloti bo'lgan Bavi qaynab shaqillagan suv bilan orada top-toza qilib yuvib olasiz. Ayamasdan xamirlarni kremlab olasiz, bir qavatini bo'lsa mayda qilib ustiga urvoq qilib sepasiz. Naqd 7 qavat chiqadigan og'izda eriydigan Napoleon retseptini tez Napoleonxo'r yaqinlaringizga yuborib, bu videoni albatta o'zingizga saqlanib qilib oling. Sahifamga esa obuna bo'lsangiz xursand bo'laman.